Qaniydi bundan oldin o'lib ketgan bo'lsam, qaniydi yo'q bo'lib unutilib ketsam. Ey Maryam, albatta sen juda iflos ish qilding. Hoy Horunning singlisi, otang bunday nopoklik qilmasdi. Onang ham pok ayol edi. Sof, begunoh ayolni olomon tuhmat toshlari bilan o'rab olishdi. Maryam alayhissalom o'zini oqlay olmaydi deb turishganida umuman kutilmagan bir insondan ovoz chiqdi. Uning so'zlari barcha shubhani yo'qotdi. Albatta men Allohning quliman. U menga kitobni berdi va payg'ambar qildi. Ha, gapirgan Maryamning chaqalog'i Iso alayhissalom edilar. U hali beshikda edi. Ushbu mo'jizaning sababi u bir kuni ibodatxonada yolg'iz o'tirganida bo'ldi. Jabroil unga keltirgan xabar butun insoniyat tarixini o'zgartirib yubordi. Alloh uni tanlab boshqa yo'llardan ustun qiladi. Bu Maryam alayhissalomning qissalari. Ushbu videolar ishonchli islom manbalaridan olingan yuzlab ma'lumotlarga asoslanadi. Barcha sun'iy intellekt vizual materiallari malakali islom olimlari bilan hamrohlikda tayyorlandi va islom ko'rsatmalariga rioya qilindi. Endi esa tayyor bo'lsangiz, avvalgi Quddus shahri ko'chalariga safar qilamiz. Bu ko'chalardan ko'p payg'ambarlar yurgan. Biz Maryamning onasi Xanna ismli ajoyib ayol bilan tanishamiz. Xanna doim ibodatda bo'lib, doim Robbisini zikr qilardi. Uning turmush o'rtog'i Imron hurmatli kishi bo'lib, ishonchliligi, halolligi va chuqur ilmi bilan tanilgan. Xanna va Imron Quddusning markazida joylashgan oddiy va tinch xonadonda yashashgan. Ammo mana shu uyda kundan kunga bir bo'shliq kattayib borardi. Yoqimli tabassum, butun uyni boshiga ko'taradigan shovqin, chaqaloq ovozi. Ha, Xanna ona bo'lish baxtidan mahrum edi. Qalbida faqat bir duo bor edi. Farzand ko'rishni xohlardi. Bu uning yillar davomida his qilgan sog'inchi edi. Har bir ibodatda ko'zlariga yosh keltirardi. Bir kuni Xanna Baytul Maqdis ibodatxonasi hovlisidagi daraxt soyasida o'tirganida uning nigohi tom ostidagi qush uyasiga tushdi. Ona qushcha polaponlarini ehtiyotkorlik bilan boqishga urinib, u yoqdan bu yoqqa uchib yurar edi. Bu mehribonchilikni ko'rib, Xannaning yuragi ta'sirlandi. U qushga qaradi, so'ng o'ziga. Shu paytgacha ona bo'lolmagani haqida o'yladi. Xannaning yuragidagi bo'shliq yanada kuchaydi. Farzand ko'rishga bo'lgan ishtiyoqi shu darajada kuchaydiki, ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Go'yo o'sha lahzada u yuragidagi barcha og'riqlar orqali Allohga jimgina ibodat qilib, "Ey Robbim, sen mening shuncha yillardan beri his qilayotgan sog'inchimni bilasan. Iltimos menga farzand ber" deb aytayotgandek edi. Bu shunchalik samimiy duo ediki, u shuncha yillardan beri kutib yurgan mo'jiza haqiqatdan ham amalga oshdi. Duolari ijobat bo'lib, Xanna homilador bo'ldi. Bir necha oy o'tgach, Imron oilasida tarixni o'zgartiradigan muborak qiz paydo bo'ldi. Bu oddiy qizcha emasdi. U poklik va iffat ramzi bo'ladigan ayol bo'lib voyaga yetdi. Xanna homilador ekanini his qilganida uning quvonchini so'z bilan ta'riflab bo'lmasdi. U birinchi bo'lib Robbisiga yuzlandi. Qo'llarini yana bir bor duoga ochdi. Ammo bu safar Allohga bo'lgan ulkan quvonchli minnatdorchilik va itoatkorlik bilan. Bu oddiy minnatdorchilik emasdi. Bu uning eng qimmatbaho sovg'asi bo'lgan chaqalog'ini hali tug'ilmasidan oldin Robbisiga bag'ishlash va'dasi edi. Ey Robbim, albatta men qornimdagini xolis o'zingga nazr qildim. Bas, mendan qabul et. Albatta sening o'zing eshituvchi, biluvchi zotsan. O'sha paytlarda onaning eng buyuk va'dalaridan biri tug'ilmagan bolasini Robbisining ibodatiga bag'ishlash bo'ldi.
Bu shu darajada katta narsa ediki, bu ishni hech kim qila olmasdi. Chunki bu bola barcha tashvishlardan voz kechib, hayotini ibodatxonada o'tkazishi kerak edi. Xannaning duosi esa ushbu buyuk ishning va'dasi edi. U farzandini ibodatxonada ulg'ayishga bag'ishlaganida nafaqat va'da bergan, balki ona bo'lishning qimmatli onlaridan voz kechgan edi. Bolasini o'zi katta qilmaslik, uni bag'riga bosib, shirin hidlarini hidlay olmaslik, bular ona uchun oson deb o'ylaysizmi? Yo'q, albatta. Onaning mehri juda ham kuchli bo'lib, Xannaning qalbi bo'rondek o'shqirardi. Farzandini o'ziga yaqin tutib, ko'zidan qochirmaslikni xohlardi. Ammo bir haqiqat unga ayon edi. Men uning yonida bo'lmasam ham, Robbisi u bilan bo'ladi. Xanna mana shunday iymon bilan yashadi. Endi farzandi bilan uchrashuv yaqinlashdi. Yaqinlashayotgan tug'ruqdan o'zi ham quvonchga to'lardi. Farzandi tug'iladigan kunni intiqlik bilan kutdi. Tug'ilgach, uni Robbisiga bag'ishlamoqchi edi. Ba'zida tunda farzandi uchun duo qilardi. Quddusdagi ibodatxonaga qarab shunday derdi: Farzandim shu yerda xizmat qilsa qanday bo'lar ekan? Ana shu kunlarda Xanna suyukli yoridan ajralish sinovidan o'tayotgan edi. Endi u yonida emasdi. Dardlashadigan hamrohi endi u bilan emas. Chuqur yolg'izlik hissini tuydi. Ha, Maryam yetim bo'lib tug'iladi. Bu yolg'iz hayotining boshlanishi edi xolos. So'ng u uzoq yillar davomida kutgan onlar yaqinlashdi. Nihoyat farzandi tug'ilib, uni qo'llariga oldi. Lekin Xanna bir vaqtning o'zida ham hayratda, ham xafa edi. Ko'zlari yoshga to'ldi, chunki u kutmagan ish bo'lgan edi. Duolarida o'g'il farzand so'rardi, ammo qo'llaridagi chaqaloq esa qizcha edi. U paytlari Baytul Maqdisda xizmat qilish faqat erkaklar uchun edi. Shuning uchun Xanna Allohdan o'g'il so'raganida o'g'li ibodatxonada xizmat qilar va butun hayotini u yerda Allohga bag'ishlar edi. Bir daqiqa yuragi yengil og'riqni his qildi. U hayratda edi, lekin Robbisining rejasiga ishonardi. Chunki Allohning rejasi uning rejasidan ancha buyukroqligini bilardi. U o'zi istagan yaxshilikni so'rayotgan edi. Ammo Alloh o'zi istaganicha ato qiluvchi zot. Bir qarashda duosi ijobat bo'lmagandek. Lekin aslida uning ibodati qabul qilindi va undan ham buyukroq tarzda javob berildi. Maryam oddiy qiz emasdi. U ulg'ayganida butun insoniyatga ilhom beradigan, butun bir davrni shakllantiradigan va elchining onasi bo'ladigan ayolga aylanadi. Shuning uchun ham islom olimlaridan biri Badiuz Zamon shunday degan: kimdir o'g'il so'raydi va Qodir Alloh unga Maryam kabi qiz beradi. Duoyim qabul qilinmadi demasin, balki undan yaxshiroq tarzda qabul qilindi desin. Ehtimol siz ba'zan o'zingizdan men juda ham ko'p ibodat qildim, nega hammasi men xohlagandek bo'lmadi deb so'rashingiz mumkin. Balki bu savol ko'pchilikni qiynar. Ichingiz og'riydi. Balki tunlari ibodatda ko'z yosh to'karsiz, ammo javob umuman kutmay turganingizda keladi. Siz kutmagan joyda keladi. Chunki hammasini eshitguvchi Alloh sizni ham eshitadi. Sizga nima yaxshiligini biladi. Siz shoshilaverasiz, ammo Alloh kerakli payt qachonligini o'zi biladi. Bir eshik yopilganida xafa bo'lishingiz mumkin, ammo keyinchalik undan yaxshiroq eshik ochiladi. Oxir-oqibat siz o'shanda ibodatim ijobat bo'lmaganidan juda xursandman, juda minnatdorman, chunki Robbim chindan ham men uchun eng yaxshisini tanladi deysiz. Bir tomondan u nihoyat uzoq kutgan bolasini quchog'iga olganidan xursand edi. Boshqa tomondan u hayot sherigi, eng yaqin hamrohi, eng yaqin do'sti yo'qligi bilan sinalayotgan edi. Bolasini quchoqlab turgan bo'lsa ham bir qismi yo'qdek edi. Uning jon umr yo'ldoshi, bu lahzani u bilan baham ko'rishni orzu qilgan insoni endi yonida emas edi. Qizaloqning kichkina qo'llarini, barmoqlarini mahkam ushlaganida qizning ko'zlariga qarab, bu lahzani baham ko'rishni orzu qilgan erkak endi u yerda yo'q edi.
u mana shu narsadan mahrum edi. Yoshi o'tganiga qaramay, Xanna qo'lidan kelganini qildi. U Maryamga mehr berdi, otasining yo'qligini his qilmasligi uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qildi. Maryamga kelsak, u o'zi uchun tayyorlab qo'yilgan o'ziga xos taqdir tomon ulg'ayib bormoqda edi. Oylar o'tdi, vaqt ham yaqinlashdi. Xanna Robbisiga bergan va'dasini bajarishi kerak edi. U kichkina qizini olib, birga Baytul Maqdis tomon yura boshladilar. Maryam hali ham yosh qiz edi. Bu yoshda bolalar onalarining etagiga yopishishadi. Birgalikda ibodatxona tomon yurishdi. Ey Robbim, albatta men qornimdagini xolis o'zingga nazr qildim. Bas mendan qabul et. Albatta sening o'zing eshituvchi, bilguvchi zotsan. Ana shu duo bilan Maryamning ibodatxonadagi hayoti boshlanish arafasida edi. Ular asta-sekin yurib ketishar ekan, uning jajji qo'llari onasining qo'lidan mahkam ushlab borardi. Har bir qadamda Xannaning yuragi junbushga kelardi. Ammo jim yurib ketar, orqasiga qaramasdi. Ibodatxona darvozasiga yetib kelishganida Xanna qizining boshini muloyimlik bilan siladi va uning yumshoq kichkina qo'llarini kaftlariga oldi. Uning ko'zlari yoshga to'ldi va yuragida chidab bo'lmas og'irlikni his qildi. Lekin u taslim bo'lmadi, chunki bu xayrlashuv emas, balki Parvardigoriga tavakkal qilish ekanligini bilardi. Va o'sha kuni Baytul Maqdis devorlari g'ayri oddiy narsaga guvoh bo'ldi. Osmon jim bo'lib qoldi. Hovlida mayin g'uvullash eshitildi. Yahudiy olimlari qiziqqonlik va hayrat bilan to'planishdi. O'sha kungacha ibodatxonada faqat o'g'il bolalar xizmat qilish uchun qabul qilinar edi. Hech kim u yerda qiz bola xizmat qilishini o'ylamagan edi. Avval bunaqasi bo'lmagan. Bu yerda qiz bola xizmat qila olmaydi. Ammo bu safar hammasi boshqacha edi. Maryam Robbisiga baxshida qilingan edi. U ibodatxonaga qilgan xizmati uchun hurmat topgan oiladan chiqqan edi. U eng hurmatli kishi Imronning qizi edi. Shu sabab olimlar an'anaga qarshi qaror chiqarishlariga to'g'ri keldi. Maryam ibodatxonaga qabul qilindi. Alloh bandasiga bir yo'lni bersa, unga hech nima g'ov bo'la olmaydi. An'analar ham, biz bilgan cheklovlar ham. Chunki insonlar qo'ygan qoidalar unchalik muhim emas. Bu Allohning hikmati, Allohning rejasi. Alloh bir narsani istasa, hamma narsa o'zgaradi. O'z hayotimizda shu narsani unutib qo'yamiz. Qarshimizda turgan to'siqlarga qaraymiz-da, bo'lishi mumkin emas, ilojsiz deymiz. Ammo biz ko'radigan narsalarning aslida hech qanday kuchi yo'q. Uning bo'l degan buyrug'i bilan hammasi birdan o'zgarishi mumkin. Hammasi tugadi deganimizda Alloh yangi ibtido yaratadi. Kutmagan joylarimizdan eshiklarni ochib tashlaydi. Shunday qilib, Maryam uchun ibodatxona eshiklari ochildi. Ammo gap shundaki, unga kim g'amxo'rlik qiladi? Kim unga qarab turadi? Axir unga mehr, e'tibor kerak. Uning otasi xalq orasida shunchalik hurmatli inson ediki, ko'plab olimlar Imronning qiziga g'amxo'rlik qilish sharafiga muyassar bo'lishni xohlashardi. Shunday qilib, diniy rahbarlar bu qarorni noan'anaviy tarzda qabul qilishdi. Kimning qalami suvda cho'kmasa, o'sha tanlanadi. Qalamlarini suvga tashladilar. Birma-bir qalamlar cho'kdi. Faqat bittasi cho'kmadi. Zakariyo alayhissalomning qalami. Maryam kimga topshirilishi aniq bo'ldi. Zakariyo payg'ambar bu kichik va muborak mas'uliyatni qunt bilan qabul qildilar. O'zi ham farzand ko'rishni orzu qilgan va endi qarab qolgan bu solih payg'ambar uchun bu burch ham katta tasalli edi. Maryamning tarbiyasi dastlab Zakariya alayhissalom va xolasining uyida boshlangan. U yerda unga to ibodatxonadagi hayotiga tayyor bo'lgunga qadar zarur bo'lgan barcha g'amxo'rlik qilindi. Bu Qur'onda quyidagicha keltirilgan. Bas, uni Robbi juda yaxshi qabul qilib, nihoyatda go'zal o'stirdi va Zakariyoni unga kafil qildi. Vaqt o'tgach, Maryam o'ziga xos xotirjamlik va yuzidagi nur bilan ulg'aydi.
Qizcha ulg'aygan sari uning yuzida nafaqat beg'uborlik, balki uning yoshidagi bolalarda kamdan kam uchraydigan yetuklik ham aks etardi. Nihoyat ibodatxonada xizmat qilish yoshiga yetgach, Zakariyo umrining qolgan qismini o'tkazish kerak bo'lgan muqaddas joyga olib bordilar. Shu kundan boshlab Maryamning hayoti ibodatxonadagi o'zining maxsus xonasida ibodat qilish bilan o'tdi. O'zini Allohga butkul baxshida etdi. Kunlarini ibodat va zikr bilan to'ldirdi. Alloh uni yordamsiz qoldirmadi. Zakariyo uning xonasiga kirganida yonida turgan yangi mevalarni ko'rardi. O'sha faslga mos bo'lmagan mevalar. Ko'rganlaridan hayratlanib u so'radi: "Ey Maryam, bular qayerdan keldi?" Va har doimgidek Maryamning javobi Robbisiga bo'lgan tavakkulini aks ettirdi. Bu Allohning huzuridan. Albatta Alloh xohlagan kishisiga behisob rizq beradi. Zakariyo bu ishni hayrat bilan kuzatar ekan, Alloh bu qizni kelajakda buyuk bir narsaga tayyorlayotganini angladi. Lekin u hali nima ekanligini bilmas edi. Maryam esa hech nimani bilmay yashardi. Uning Parvardigoriga to'liq sodiqligi Qur'onda quyidagicha zikr qilingan: "Ey Maryam, albatta Alloh seni tanlab oldi, pokladi va olamdagi ayollardan ustun qildi." Bir o'ylab ko'ring, Qur'onda nomi alohida tilga olingan va nafaqat tilga olingan, balki Allohning o'zi tomonidan maqtalgan barcha ayollardan tanlangan va ulug'langan bir ayoldir. Bu eng buyuk sharaf, banda erishishi mumkin bo'lgan yaqinlik. Ha, Maryam ulg'aydi va o'smir yoshiga yetgan edi. Bir kuni u ibodatxonadagi xonasiga kirdi. Bu safar g'alati bir hodisa yuz berdi. Maryam va uning qarshisida notanish bir kishi kutardi. Xonasida paydo bo'lgan odam kim edi? Eshik ochilmadi. Hech qanday ovoz yo'q edi. U uning qarshisida turardi. Shunda Maryam qattiq qo'rqib ketdi. Vaqt to'xtab qolgandek edi go'yo. Yuragi xuddi chiqib ketadigandek urib, tizzalari titray boshladi. Men sendan Alloh panoh berishini so'rayman. Agar taqvodor bo'lsang. Unga javob qilgan ovoz har qanday inson ovozidan ancha yoqimliroq edi. Ha, kelgan kishi Jabroil alayhissalom edilar. "Men Robbingning elchisiman xolos. Senga bir pok o'g'ilni hadya etish uchun keldim." Ana shunda go'yo vaqt to'xtab qolgandek edi. Maryamning xayoliga minglab savollar keldi. Ularning barini jamlab Jabroil alayhissalomga yuzlandi. Menda qayoqdan o'g'il bo'lsin? Menga bashar tegmagan bo'lsa, men gunohkor ham bo'lmasam. Javob esa Allohdan kelgan xushxabar edi. Ana shunda Robbing aytdiki, bu men uchun osondir va uni odamlarga belgi qilish uchun hamda bizdan rahmat bo'lishi uchun bu hukmi chiqib bo'lgan ishdir. Maryam qo'rqdi, ammo qalbidagi iymoni qo'rquvdan kuchli edi. U bu mo'jizani yaratgan zot uni himoya qilish yo'lini ham yaratishini bilardi. U jimgina Allohning amriga bo'ysundi va uning taqdiridan rozi bo'ldi. Maryam yelkasida ko'tarish kerak bo'lgan yuk oson emas edi va faqat unga o'xshagan bandagina bunday sinovga dosh bera olardi. Qur'onda aytiladi: "Bas unga homilador bo'ldi, so'ngra u bilan uzoq makonga chetlandi." Shundan boshlab Maryamning yangi hayoti boshlandi. Na suyanish uchun eri, na yupatish uchun do'sti bor edi. Maryam yana yolg'iz edi. Ongidagi qo'rquvni tinchlantira olmadi. Xuddi har bir xayoli, har bir ichki ovozi qoch deyotgandek edi. Lekin qayoqqa qochsin? Ayni paytda u odamlarga nima deyman deb o'ylardi. Nima deyishsa ham tushunishmaydi. Ortidan yomon gapirishadi. Shu sabab Maryam sukut qilishga qaror qildi va yo'lida davom etdi. Ko'chadagi odamlarga qaramay yurishda davom etardi. Sekingina shahardan chiqib ketdi. Qornida bolasini ko'tarib bir o'zi ketaverdi. Har qadamida o'ziga tanish va yomon nigohlardan borgan sari uzoqlashaverdi. Qayoqqa ketayotganini o'zi ham bilmasdi. Faqat
bir narsani hech kim bilmaydigan joyga borib qolishni istardi. Vaqt o'tdi. Soatmi yoki kun. Nihoyat odamlarning ovozi eshitilmay qoldi. U bilan hech kim qolmadi. Birozdan so'ng faqatgina yurak urishi va charchoqli nafasi eshitilardi xolos. Nihoyat ekinsiz vodiyga yetdi. U butkul yolg'iz edi. Faqat Robbisi va qornidagi bolasi u bilan birga edi. Shunaqa joyda kim ham uning ovozini eshitardi? O'sha paytda unga faqat men sening yoningdaman deydigan ovoz yetishmasdi. Suyanchiq tog' yetishmasdi, balki ichida mana shuni istagandir. Lekin hech kimi yo'q edi. Qo'llaridan tutish uchun ham, qo'rqma deyish uchun ham. Yolg'izlik bilan birga qornida ulg'ayayotgan chaqalog'i ham bor edi. Robbisidan kelgan ishonch, undan kelgan mo'jiza, ammo shu bilan birga bu eng og'ir majburiyat ham edi. So'ngra o'sha kun keldi. Og'riqlar boshlandi. Shundoq yonida xurmo daraxti o'sardi. Go'yo bu vodiyda ana shu daraxtdan boshqa hech qanday sherigi yo'qdek edi. So'nggi kuchi bilan daraxt tanasiga suyandi. Charchagan tanasi qaltirardi. Yuragi esa parcha-parcha bo'lib ketgan edi. Uning endi bardosh berishga kuchi qolmagan edi. Kunlar davomida to'plangan qo'rquv va yolg'izlik ko'z yoshlar bilan birga chiqib keldi va u Koshki bundan oldin o'lsam va butunlay unutilib ketsam edi, deb xitob qildi. Bu isyon so'zlari emasdi. Bu shunchaki yolg'izlik va bechoralik izhori edi xolos. Bir tomondan tanasini egallab olgan chidab bo'lmas og'riq, boshqasida esa azob berayotgan yolg'izlik. Ana shu payt tirik yashash ham u uchun ko'plik qildi. U hech kim tanimaydigan insonga aylanishni istardi. Hech kim uni eslamasa. Ana shunda yo'q joydan Jabroil alayhissalomning ovozlari keldi. Mahzun bo'lma, batahqiq Robbing ostingdan oqar ariq qildi. Maryam pastga qaradi. Qarasa, quruq yerdan muzdek suv oqib chiqa boshladi. Bu Allohning unga eng umidsiz damlarida, aynan unga eng muhtoj bo'lgan paytda yuborgan rahmati edi. Ha, Maryam unutilmagan edi. Bu chanqoqni qondiruvchi suvgina emas, balki bu rahmat edi. Bu seni unutib qo'yganim yo'q degan ishora edi. So'ngra ana shu ovoz yana eshitildi. Xurmo tanasini silkit. Senga yangi meva tushiradi. U daraxtni silkitganida shoxlaridan pishgan xurmolar tusha boshladi. Maryam qarshisida rahmat yog'ildi. Maryam Robbisi uni tark etmaganini, doim uni eshitib turganini bilardi. Eng qorong'u kunlarda ham u g'amgin bo'lma derdi. Aslida ana shu g'amgin bo'lma degan so'zlar faqat Maryam uchun emas, balki barchamiz uchun edi. Ba'zida o'zimizni yolg'iz, juda charchagan his qilamiz. Ichimizdagi og'riqni hech kim bilan baham ko'ra olmaydigan paytlar bo'ladi. Hech kim bizni tushunmaydi deb o'ylaymiz. Bu so'zlar aynan ana shu paytlar uchun aytilgan. Ana shunday damlarda Maryamga yaqin bo'lib, uni tushuna boshlaymiz. Shunda biz ham yolg'iz emasligimizni tushunib yetamiz. Ana shunda bir so'zning o'zi biz uchun yetarli. Ey Robbim, men uchun o'zing kifoyasan. Ha, Iso alayhissalom xurmo daraxti soyasida tug'ilgan. Bu og'riqli onlarni u bilan baham ko'radigan hech kim yo'q edi. Hech kim uning qo'lidan tutmadi, ammo yer va osmon guvoh bo'ldi. Dunyo yaratilganidan beri birinchi marta ilgari hech qachon ko'rilmagan tug'ilishga guvoh bo'ldi. Bu oddiy chaqaloq emas, balki Allohning rahmati edi. Bu inson qo'li tegmay sodir bo'lgan mo'jiza edi. Odamlar imkonsiz deb o'ylagan narsa shunchaki bo'l buyrug'i bilan mavjud bo'ldi. Bolani qo'llariga olganida hamma yoq jimjit bo'ldi. Toshlar, yer hamda vodiydagi daraxtlar. Maryamning qo'llari titrardi, chunki u endi ona edi, payg'ambarning onasi. Biroz o'tgach, o'zini o'ngladi-da, u yerdan ketdi. Allohning yo'rig'i bilan
u yana Quddusga yetib keldi. U bir vaqtlar katta sharaf bilan yurgan ko'chalar endi qiyin sinov ko'chalariga aylandi. Qadamma-qadam shaharga yaqinlashar ekan, pichir-pichirlar ko'tarila boshladi. Maryam otasiz bolani ko'tarib yuribdi. Hammaning ko'zi unda edi. Har bir nigoh qalbini teshib o'tayotgan o'qdek edi. Shunday bo'lsa ham Maryam asta-sekin yurib borardi. Boshqa ilojisi yo'q edi-da, har bir qadami sinov edi. Toshlar oyog'iga ozor berardi. Undan ham qattig'i odamlarning qarashlari edi. Lekin Maryam gapira olmadi, chunki u hali ham yana bir sinovga duch kelgan edi va bu buyruq uning Parvardigoridan kelgan edi. Bas, biror odamni ko'rar bo'lsang, men Rohmanga ro'za nazr qildim. Bugun inson zotiga zinhor gapirmasman degan. Ha, Maryam ichiga sig'may ketayotgan bo'lsa ham u gapira olmasdi, chunki gapirmaslik va'dasini bergan edi. Maryam faqat Robbisiga ishonardi. Ammo odamlar nimani ko'rsa shunga ishonadi. Bir marta aytilgan tuhmat zahar kabi tarqaldi. Shivir-shivirlar kuchayib, quloqdan quloqqa tarqaldi va ular hech qachon tinchimadi. Har bir gap Maryamning yuragini o'qdek teshib o'tardi. Nimalar qilib qo'yding? Nima qilding? Bu kimning bolasi? Sharm hayo yo'qmi senda? Jim turish oson emasdi. Begunoh bo'la turib, indamay turish esa undan ham qiyinrog'i albatta. Olomonning ovozi battar ko'tarildi. Ey Maryam, albatta sen juda iflos ish qilding. Ey Horun singlisi, otang yomon odam emas va onang ham buzuq bo'lmagan edi-ku. Horun payg'ambar solihligi bilan tanilgan va hurmatga sazovor bo'lgan odamlar esa Maryamni xuddi u kabi juda hurmat qilishgan. Mana shunday pok oiladan chiqqan insonning bunday ish qilishiga ishonib bo'lmasdi. Ammo Maryam indamadi. So'ngra jimgina qo'lidagi chaqaloqqa ishora qildi. U ishora qilganida olomon orasidan istehzoli g'uvullash eshitildi. Beshikdagi go'dak ila qanday gaplashamiz, a? Hozir nima bo'lishi tushlariga ham kirmagan edi. So'ngra shu voqea bo'ldi. Vaqt to'xtab qolgandek edi. Hududni jimlik qopladi. Bunday bo'lishini hech kim o'ylamagan edi. Uning qo'llaridagi chaqaloq gapira boshladi. U shunday dedi: Albatta, men Allohning bandasiman. U menga kitob berdi va meni payg'ambar qildi. Meni qayerda bo'lsam ham muborak qildi. Modomiki hayot ekanman, namoz va zakotni ado etmoqni tavsiya qildi. Meni onamga mehribon qildi va jabr sitam qilguvchi badbaxt qilmadi. Menga tug'ilgan kunimda ham, o'ladigan kunimda ham va qayta tiriladigan kunimda ham salom bordir. Bu bandasiga bergan mo'jiza orqali jim turgan ona nomidan ilohiy kuch bilan berilgan javob edi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Bunaqasini hech kim eshitmagan. Ana shunda hech kim Maryamga gapira olmay qoldi, chunki bolakayning gaplari yaratuvchidan kelgan xabar edi. Ana shu jajji bolakaydan chiqqan ovoz hammasini o'zgartirdi. Haqiqat ayon bo'ldi. Qalblarida na yolg'on, na tuhmat, na shubha qoldi. Mana shu bilan onamiz Maryamga ilohiy yordam keldi. Maryam o'zini himoya qilish orqali ham, guvohlarning gaplari orqali ham emas, balki beshikdagi chaqaloq orqali. Afsuski, Iso beshikda gapirgan mo'jizadan keyin ham ba'zi odamlar qalblaridagi mag'rurlik va nafratdan voz kechishmadi. Avvalgi qavmlar ham o'z payg'ambarlarini tark qilganidek, ularning ba'zilari ham haqiqatni inkor qilib tuhmat tarqatishda davom etishdi. Bu sehrgarlikdan boshqa narsa emas. Bularning bari yolg'on. Qur'onda aytilgan va kufrlari Maryamga qarshi ulkan bo'xton aytganlari uchun la'natladik. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Maryam yashashda davom etdi. Qur'onda uning keyingi hayoti haqida qisqacha aytilgan, ammo ba'zida sukutning o'zi keraklicha ma'lumot beradi. U boshqa o'zini himoya qilmadi. Nima bo'lganini isbotlash uchun bir og'iz ham so'z aytmadi. Shunga qaramay, uning pokligi va iffati yuzlab yillar davomida tilga olinib kelinadi. Uning ismi poklik, itoatkorlik va sabr-toqat ramziga aylandi. U o'z nomi bilan atalgan suraga ega bo'lgan yagona ayolga aylandi va u
Parvardigoridan xushxabar oldi. Ey Maryam, albatta Alloh seni tanlab oldi, pokladi va olamdagi ayollardan ustunligingni ixtiyor qildi. Bu oddiy maqtov emas. Bu bandaga berilishi mumkin bo'lgan eng buyuk maqomdir. U butkul unutilishni istaganida ham Alloh uni milliardlab odamlar eslab qolishlari va qiyomat kunigacha undan ibrat olishlarini xohladi. Maryam onamiz haqidagi ushbu qissaning so'ngida bir oz to'xtalib tafakkur qilishimizni istayman. Alloh ba'zida bizni kutilmagan sinovlarga tashlaydi. Shunday holatga tushib qolasizki, nima qilsangiz ham hech kim sizni tushunmayotgandek tuyulishi mumkin. Siz haqingizda tuhmatlar qilishlari mumkin. Qilmagan ishlaringiz, aytmagan gaplaringiz, butun dunyo sizga qarshidek tuyulishi mumkin. Birgina umidsizlik nigohi yuragingizni ezishi mumkin. Ba'zida esa sukut so'zlardan ko'ra ko'proq azob beradi. Ammo bilingki, Maryamning Robbisi sizning ham Robbingiz va u sizga eng yolg'iz lahzangizda ham qayg'urma va xafa bo'lma deydigan eng rahimli zotdir. U sizga bo'yningizdagi jon tomiringizdan-da yaqin. Har bir qiyinchilikda men shu yerdaman, ey mening bandam deydigan, hech qachon eshigini yopmaydigan eng rahimli zot. Balki bugun ana shu eshikdan o'tish kerakdir. Yillar davomida qoldirgan namozingiz, hijob kiyish, siz qabul qilishdan qo'rqqan qaroringiz, qilmoqchi bo'lgan, ammo agar shunday qilsam odamlar nima deydi deb qilolmagan amalingiz. Agar bu yo'lda yolg'iz qolishdan, mazax qilinishdan qo'rqsangiz, unda esingizda bo'lsin. O'sha kuni ko'p odamlar Maryamga qarshi chiqib, unga tuhmat qilishdi va masxara qilishdi. U Allohning nazdida shunday yuksak martabaga erishdiki, asrlar o'tgan bo'lsa ham uning nomi hech qachon unutilmagan. Shunday ekan, siz ham qo'rqmang. Ana shu olomon oralab xuddi Maryamdek yurib o'ting va o'zingizga shunday deb ayting: Men keldim, yo Robbim, men bu yo'ldan ojizligim bilan yuryapman. Menga azob bermoqchi, meni sindirmoqchi bo'ldilar, ammo men senga ishondim. Bilaman, meni hech qachon tashlab qo'ymaysan. Qoqilib ketsangiz ham yurishda davom eting. Uning ismi bilan yurilgan yo'lda hech kim yutqazgan emas. Har bir qadamda o'zingizga sodiq bo'lganlarni bilib boraverasiz. Eng xavfsiz panoh doim Robbingiz bo'lgan, undan boshqasi emas. Va bu yo'lning oxirida har bir jon eshitishni orzu qiladigan chaqiriq yotadi. Ey xotirjam nafs, Robbingga sen undan, u sendan rozi bo'lgan holingda qayt. Bas, bandalarim ichiga kirgin va jannatimga kirgin. Keyingi qismda bizni ummatning onasi, uning ilmi bilan mo'minlar avlodini yoritib kelgan payg'ambarning sevikli rafiqasi va uning muborak hayotining eng yaqin guvohlaridan biri bo'lgan Oyisha bintu Abu Bakr kutib turibdi.